Assalomu alaykum hammaga. Farg'onalik mijozimiz uchun 3 xonali kvartirasi interyer dizayn xizmatini qilib berdik. Bunda render rasmlari ko'rishlaringiz mumkin. Har bitta xona xaritasi bilan 360 kamerasi bilan skaner qilsa, 360 xonaning ichidan har bir xonani ko'rishlari mumkin. Bu esa rasmlari, koridorimiz. Bu bolalar xonasi. Mehmonxona dizaynimiz. Oshxona dizayni. Bu loyihamiz oshxona bilan xon bitta edi. Ikkita alohida xonaga ajratib berganmiz. Qaytadan uning orqasini qilib. Oshxonamiz ota-onalar xonasi. Ichida adilli sanoat ham bor. Mana bu sanadi, bu ota-onalar xonasi. Spalni, garderobi. Mehr bilan detalli ishlaganmiz. Bu ichidagi sanuzel. Bu umumiy sanuzel dizayni. Testralli mashina, unitaz, dushoy birlashtirilgan. Bu rasmlari, bu chizmalar. Boshqamiz bunaqa holatda planirovka bo'lgan. Umumiy koridorimiz, umumiy sanuzel, bolalar xonasi, mehmonxona, oshxona va ota-onalar xonasi. Uning ichida adilli alohida dush tashlab ketganmiz. Bu har bir mebelga detalli o'lcham qo'yilgan. Mebelovka o'lchami, pol qismimiz, qancha park etadi, qancha joy kafe bo'ladi, hammasi belgilanib. Bu radiatorlar. Radiator konditsioner o'lchamlari qo'yilgan. Mana ko'rishingiz mumkin, har bir xonaga bitta konditsioner qo'yganmiz, radiatorlar berganmiz. Bu esa ventilyatsiya konditsioner, ventilyatsiya tizimi. Mana bu ventilyatsiyani quvurlari belgilangan, bu ventilyatsiyani quvuri ta'minlangan. Bu santexnika ishlarimiz. Har bir joyga detalli ko'rsatib ketganmiz. Turbalarni qanaqa issiq suv, sovuq suv, kanalizatsiya qanday yo'nalishlar bo'lgan. Bu asfishimiz. Patologda nima ishlatgan hamma chiroqlarimizni, galogin, ledlar, podsvetkalar hammasini detalli ko'rsatib, razmerlarni ko'rib chiqqanmiz. Bu patolog o'lchamlari, bu asfishina o'lchamlari. Endi elektrika qismimiz, har bir xonaga elektrika qismi alohida ishlangan. Oshxona uchun elektrika, bolalar xonasi uchun ishlari. Videomiz ozroq cho'zib ketishi mumkin, biroz bo'lsin. Bu tomonda har bir xonani devor chizmalari chiziladi. Qayerda shkaf, panellar, eshiklar, oynalar hammasi ko'rsatilgan. Xullas interyer dizayn xizmatining yo'nalishini bo'ladi. Detalli ishlanadi. Elektrika, santexnika, ventilyatsiya, qor o'lchamlari, har bir detalli chizilib, razmer qilinib. Shunaqa holatda albom shaklida chiqarib, qo'llaringizga topshiramiz. Chizmalar xullas ikkita. Bunisi chizmalari, ishchi chizmalari, bu dizayn. Buni xudo xohlasa ertaga egalariga jo'natamiz pochta qilib.